Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Bu videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. 24-mart sanasida Oltiariqqa 190 dona donat navlik anjir shofton litsiysidan olib kelganmiz. Tomirlarini o'rab, sizlarga mana ko'rsatib holatini ko'rsatamiz. Mana sveji ko'chirib keldik, payvand tagi jefti. Mana tepasini ko'rsatib qo'ying. 1 kilodan mevasi bilan olib kelganmiz. Mana gullarini, mana gullarni to'kib, mana o'zi changlab ushlab oldi. Ekish maydonini ham ko'rsatib qo'ying. Mana 190 dona chuqurlarni ko'ylab, sveji holatda ko'chatlarni olib kelganmiz. Kimga mevali ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Shu holatda ko'chatlarni sveji ko'chirib, dastavka xizmatlari ham bor. O'zbekistonning 12 ta viloyatlariga, qo'shni respublikalarga ham dastavkalarni yo'lga qo'yganmiz.